Ustoz, kerakli nisbatlar qonunini so'rashgan ekan. Kel senga 1 daqiqada kerakli nisbatlar qonunini o'rgataman. Kerakli nisbatlar qonunining o'zi nima? Bir element atomi boshqa bir element atomi bilan bir necha xil birikma hosil qilganda, birinchi elementning massasiga to'g'ri keluvchi ikkinchi elementning massalari o'zaro eng kichik butun sonlarda bo'ladi. Masalan deylik, is gazi va karbonat angidrid tarkibidagi kislorod atomlari nisbatini toping deydigan bo'lsa, dastavval birinchi elementimiz, ya'ni uglerodlarni teng holatda olgan holatda kislorodlar nisbati qanchaligini topib olamiz. Ya'ni uglerodlar soni bir xil hozir, kislorodlar bittasi is gazida bitta, karbonat angidridda esa soni ikkita bo'ladi. Uglerod atomlari nisbatini toping deydigan bo'lsa, is gazi va karbonat angidridda kislorod atomlari sonini tenglagan holatda uglerodlarning nisbatini topamiz. Kislorod soni is gazida bitta, karbonat angidridda esa ikkita. Shuning uchun is gazdagi kislorodni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Umumiy holatda uglerod soni ikkita bo'ldi, bunda uglerod soni bitta. Demak, nisbat 2 ga 1 holatda. Yoki marganez 7 oksidi va marganez 4 oksidi tarkibidagi kislorod atomlari nisbatini toping. Kislorod atomlari nisbatini so'ragani uchun marganez atomlarini teng holatda olishimiz kerak. Bunda marganez 7 oksidida marganez 2, marganez 4 oksidida marganez 1 ga teng. Shuning uchun marganez 4 oksidini 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Marganez 7 oksidi marganez 2 kislorod 7 ta bo'ldi. Marganez 4 oksidini 2 ga ko'paytirilgan holatda marganez 2 ta kislorod esa 4 ta bo'ldi. Shuning uchun nisbat 7 ga 4 holatda bo'ldi. Endi sizlarga savol. A3B4 hamda A2B3 molekulalarida B atomlari nisbati qanday? Javobingizni izohlarda qoldiring.